Assalomu alaykum. Mening oshxonam kanalining obunachilari. Bugun biz sizlar bilan olivye salatini tayyorlashni o'rganamiz. Bizlarga 4 dona kartoshka, 300 gram yog'siz go'sht, 5 dona tuxum, 1 dona kattaroq qizil sabzi, 1 dona kattaroq bodring, tabga ko'ra tuz va mayonez kerak bo'ladi. Barcha masalliqlarimizni bodringdan tashqari suvda qaynatib, pishirib tayyorlab oldim. Endi hamma masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Masalliqlarimizni kubik shaklida to'g'rab oldik. Endi kattaroq idishga solib, tabga ko'ra tuz va mayonez solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.